Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz bosh og'riqlari videosini davom ettiramiz. Bugun biz idiopatik interkranial gipertenziya, ya'ni noma'lum sababli cherepnoy davleniya kasalligi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik mutaxassislar tarafidan cherepnoy davleniya yo'q, unaqa shu kabi iddaolar aytiladi. Yo'q. Albatta bu cherepnoy davleniya degani xuddiki arterial bosim degandaqa gap. Cherepnoy davleniyani oshishi bo'lsa, bu haqiqiy patologiya hisoblanadi. Cherepnoy davleniya ikki xil holatda oshadi. Ya'ni bizning holatda idiopatik, ya'ni noma'lum sababi topilmaydi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ikkinchi holat simptomatik holatda bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, miyada insult o'tkazgan bo'lsa, ensefalit, miyani parenximasini yallig'lanish, shamollash bo'lgan bo'lsa, undan tashqari qanaqadir o'smalar, shunga o'xshash obrazovaniyalar hosil bo'lsa, bizda miyamizda ichki bosim ortib ketadi. Ya'ni o'zi bu bosimni nima hosil qiladi degan savolga javob bersak, miyamizni, orqa miyamizni ham suvda turadi, likvor deb ataladi bu suyuqlik. Bu suyuqlik bizni o'sha miyamizni suyaklariga tegib zararlanmasligi uchun himoya qilib turadi. Patologik holat bo'lganda bo'lsa, shu suyuqlik ortib ketadi va bu miyamizga bosim beradi. Demak, bizdagi birinchi holatdagi idiopatik interkranial gipertenziya, idiopatik cherepnoy davleniya sababi aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik vrachlar tekshirishlarda topolmaydi. Shuning uchun cherepnoy davleniya borsa deb qo'yaveradi. Albatta, uni sabablarini aniqlab ko'rish kerak. Bosh miyangiz MRT qilish, shu kabi tekshiruvlar o'tkazish mumkin. Lekin bizda o'sha idiopatik bo'lish sabablarida bir necha xavf omillari mavjud. Agar bemorda cherepnoy davleniya topilsa, lekin uni muammosi topilmasa, demak bemor yoki semiz bo'lishi mumkin, yoki gormonal o'zgarishlar yuz berayotgan bo'lishi mumkin, yoki turli xil dori vositalari ham ba'zan bosh miyani bosimini oshirib yuboradi. Misol uchun vitamin A ni ko'p iste'mol qilish, tetratsiklin kabi antibiotiklarni ko'p iste'mol qilish ham bizda bosh miya ichi bosimini oshiradi. Va ba'zi sistematik kasalliklar, ya'ni valchaka kasalligi, beshchet kasalligi, shu kabi kasalliklar ham ba'zan idiopatik interkranial gipertenziyaga olib kelishi mumkin. Bu holatda qanday simptomlar bo'ladi? Bizda birinchi o'rinda bemor bosh og'rig'iga shikoyat qiladi. Kuchli bosh og'rig'i bo'ladi, ko'ngil aynishi kabi holatlar, bosh aylanishi kabi, yurishda muammolar, og'ib ketish, yiqilib ketish kabi muammolar bo'lishi mumkin. Quloqda shovullovchi, chiyillovchi, turli xil shovqinlar ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari miya ichi bosimi surunkali ortgani sababli bizda ko'z ko'ruv nervimizni ham zararlab qo'yishi mumkin. Shuni hisobiga ko'zda xiralashish, ba'zan ko'zda ko'rolmaslikni, yo'qolib qolishi ham, ko'rishni ham yo'qolib qolishi yuzaga kelishi mumkin. Demak, bu kasallik qanday davolanadi? Birinchi o'rinda davolashda biz diuretiklardan ishlatamiz. Dori-darmondan oldin sog'lom turmush tarziga, turli xil sho'r narsalar, achchiq narsalarni yeyishdan tiyilish kerak, vazn kamaytirish kerak. Agar turli xil vitaminlarni o'z boshimchalik bilan ichayotgan bo'lsa, bularni ham to'xtatish kerak. Dori-darmon bilan davolashda biz diakarb, ya'ni asetilzolimiddan foydalanamiz. Undan tashqari bu diakarb dori vositasi birinchi liniya bo'ladi. Ikkinchi liniyada biz kortikosteroidlardan, diuretiklardan foydalanishimiz mumkin va topiramidlardan ham ishlatishimiz mumkin. Ular ham yordam bermaganda ba'zan orqa miya suyuqligini lumbar punksiya qilib chiqarib yuborish ham ishlatiladi. Agar bu ham yordam bermay, demak doimiy holatga o'tib qolsa, xirurgik amaliyot, ya'ni orqa miya suyuqligini shodlash amaliyoti ham bajarilishi mumkin. Demak, cherepnoy davleniya kasalligi haqiqatda ko'pchilik aytganidek juda ham ko'p emas, giperdiagnostika qilib yuboriladi. Kelsa-kelmasa ba'zan nevropatolog tarafidan ham qo'yib yuboriladi, lekin statistika bo'yicha 100 mingtadan 2-3 ta bemorda shu idiopatik holatda cherepnoy davleniyani oshishi holati kuzatiladi. Buni aniqlash uchun albatta shifokorga murojaat qilish kerak, kerakli muolajalarda, kerakli tekshiruvlardan o'tish kerak. Bu videomiz agar sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosing. Doimiy boshi og'rib yuruvchi, agar cherepnoy davleniya deb diagnoz qo'yilgan bemorga tanishingiz bo'lsa, jo'natib qo'ying.